هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 12-chi sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Qadrli qarindoshlarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu go'zal, muborak oy kirgan birinchi kundan boshlab huzuringlarda har kuni mushu soatlarda bo'lib kelayotgan programmamizda bu go'zal oyning fazilatidan foydalanish bilan birga Suyumlik Peygamberimiz gözümüzün nuru bo'lgan, bizning yo'lboshchimiz bo'lgan Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning go'zal axloqini o'zimizning hayotida o'zlashtirish, shu go'zal axloqlar bilan yashash va shu go'zal axloqlarni insoniyatga yeyish uchun bir tirishchilik ko'rsataylik degan maqsadda boshlagan programmamiz bugun 12-chi songa kelib turibdi. Har programmamizda farqli bir mavzuda to'xtalib kelyapmiz. Programmamızın daimlik mehmini hammalar tanışıq bo'lgan Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi da'vatchi Habibullah Ko'sani ustoz taklif qilib qimmatli vaqtdan chiqarib kelganligi uchun oldi bilan ko'p rahmat aytamiz o'ziga. Sizlarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ramazonlaringizni Alloh qabul qilsin inshaalloh. Amin inshaalloh. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Endi har bir bo'limda biz farqli bir mavzu to'xtalyapmiz dedim. Shunaqla qarindoshlarimizga programmamizda arkada bir sual bo'lsa, ekran oldiga chiqib turadigan nomer orqali Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 12-chi sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Qadrli qarindoshlarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu go'zal, muborak oy kirgan birinchi kundan boshlab huzuringlarda har kuni mushu soatlarda bo'lib kelayotgan programmamizda bu güzel ayının fazilatidan foydalanish bilan birga Suyumlik Peygamberimiz gözümüzün nuru bo'lgan, bizning yo'lboshchimiz bo'lgan Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning go'zal axloqini o'zimizning hayotida o'zlashtirish, shu go'zal axloqlar bilan yashash va shu go'zal axloqlarni insoniyatga yeyish uchun bir tirishchilik ko'rsataylik degan maqsadda boshlagan programmamiz bugun 12-chi songa kelib turibdi. Her programmamızda farqli bir mavzuda to'xtalib kelyapmiz. Programmamizning daimlik mehmini hammalar tanışıq bo'lgan Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi da'vatchi Habibullah Ko'sani ustoz taklif qilib qimmatli vaqtdan chiqarib kelganligi uchun oldi bilan ko'p rahmat aytamiz o'ziga. Sizlarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ramazonlaringizni Alloh qabul qilsin inshaalloh. Amin inshaalloh. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Endi har bir bo'limda biz farqli bir mavzu to'xtalyapmiz dedim. Shunaqla qarindoshlarimizga programmamizda arkada bir sual bo'lsa, ekran oldiga chiqib turadigan nomer orqali bizga yozishinglarni va ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun hambarlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Bugungi mavzuimiz Rasululloh va musibat haqida ana mavzuimiz, bosh mavzuimiz bu. Shunga mushadan bevosita programmaga kirsak, hurmatli ustoz, bugun hamda shu Rasululloh musibatga qanday muomala qiladi degan nuqtadan boshlasak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala. Alloh subhanahu va taolaning bizni mush Ramazonga ulashtirib, mush Ramazon tutishga nisib qilgan Allohga sanolar bo'lsin. Va butun ro'za tutgan qarindoshlarimizning ro'zasini qabul qilsin inshaalloh. Gunohlarini afv qilib ichki dunyoda aziz qilsin. Shunda vatanimizda bo'layotgan zulmni bir ko'tarish uchun Alloh mana shu ulug' Ramazonni qilayotgan duolarimizni ijobat qilsin. Endi Alloh subhanahu va taolaninki bu dunyoni yaratib va bu dunyoda bir ko'ngilsizliklarni, bosh og'riqning bo'lishini Allohning bir hikmati xoladamdi. Shuning uchun bu dunyo bosh og'riqdan, imtihondan, baloy ofatdan xoli emas. Xo'sh. Endi kimki endi buni qabul qilmasa, ya'ni buni to'g'ri tushunmasa,
Ya bandichilikni yoki bu hayot dunyoni tushunmagan odam bo'ldi. Hatto payg'ambarlarningki beshig'am balolar keldi. Hatto eng yuqori keldi. Nima ishqa desam, bu dunyo imtihon dunyosi. Oxirat jazo mukofot dunyosi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas deydi. Biz bu kunlarni kishilarning beshida aylantiramiz. Ya'ni 15 qarong'u 15 oydan kulganlar kulib qolmaydi, yig'ilganlar yig'lab qolmaydi. Ya'ni bu imtihon bo'lgandan keyin imtihonningki issig'i bo'ldi, sovuqi bo'ladi, xo'shalliqi bo'ladi va ko'ngilsizlik yig'isi bo'ladi. Ana buni bilishimiz kerak. Andan keyin hamda bu yashagan ekanmiz beshimizga chuqum bir bosh og'riqning keyin musibatning kelishi aniq bo'lgan. Ikkinchisi biz uchun yaxshi bo'ladi. Shu Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ba'zi ishlarni yomon ko'rib qilish ehtimolinglar bor. Mohiyati bu ish sizlar uchun foydali deydi. Shu hammamiz shaxsiy hayotimizni bunday o'ylanib baqsaq, dastlabda voy nima ish unda bo'lganda, voy bomba sopdi ekan degan ishlarning keyincha yaxshi bo'lganligini bilib olamiz. Hozir fursatdan bo'ldi bo'lsa men nurg'un tajribalar bor. Masalan, sura Kahfni o'qisak-mi shu? Kahf surasida oxirgi 3 qismi Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomniki. Paraxut nima uchun teshyapti? Balni nima uchun o'tiryapti? Nima uchun o'lib ketgan tomni qopib qo'ymoqchi? Hamma musulmonlar yaxshi o'qisa, ya'ni baloning hammasi musibat emas. Buni bilish kerak. Hamda mening shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musibatga qanday muomala qiladi deganda buni alqi deb kelsak bak gap jiqkan, ya'ni Rasulullohning. Lekin mening eng hayron qolgan ham biz o'rganishga tegishli bir nuqtani degim kelyapti. Masalan, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Mekkada tug'ildi, 40 yoshga kirgacha xotirjam bir normal insondak shu jamiyatda obro'yliq o'zi iqtisodiy jihatdan yaxshi, masalan Xadicha onamiz bilan to'y qilgandan keyin Rasulullohning iqtisodi yaxshilandi, chunki Xadicha onamiz bilan tijorat qildi, ish yaxshi. Ya'ni noati bir yaxshi turmushga ketib boradi. Hamda payg'ambarlik shunday kelgandan keyin payg'ambar alayhisolamning eng yaqinlari Rasulullohni inkor qildi. Eng yaqinlari, tuqqanlari, tog'illarining ayollari eng yaqinlari Rasulullohni inkor qildi. Masalan, Xadicha onamiz, Ali roziyallohu anhu, Zayd ibn Harisa, Abu Bakr degandek 3-4 odamni hisob qilmagan chaqda umumyuzlik 90% odam Rasulullohni inkor qildi. O'zlari voy rostchil, isli odam, katta odam, no'ch odam degan gapni men payg'ambar deganliklarimni inkor qildi. Inkor qilishlar to'xtab qolmadi. Bu sarang dedi. O'ylab baqsa, bir odam narsani sarang desa, azamda ya'ni ig'ir kelamdi ekan men bu. Qattiq ro'y, masalan, hamma odam 90% odam bu sarang degan. Mau sihrigar degan, mog'onchi. Ya'ni bu ajoyib ig'ir masala. Bo'lib bir jamiyatda obro'yliq, inovatlik, rostchilda tunilgan bir ishlarni hammamiz qilib, yo'q bu sarang, yog'onchi, u deb hammadan bunda qildi. Bir ishga odam tillasam ko'ngli yerim bo'ldi inson degan ekan. 90% odam tillab, o'zlari tillabla qolmay, boshini tillab birda chataldan kelganlarga. Makkaning sirtidan kelganlarga. Rasulullohni mushundaq. Rasululloh shu tarixni o'qisa, faqat bunga parvo qilib qolmagan va o'zining haq deb mangan yo'lini davomlashtirgan. Allohga bo'lgan ishonchisini alqonga ep qo'yib, davomli Xudo bir ashu tog'ga yo'linib turgandek Allohga yo'linib, ya'ni keyinda bir tog' yo'lab turgandek shunda ishonchi bilan oldiga qarab payg'ambar alayhisalom mangan. Yana mening hayron qoldigan yerim, siz bilamda Rasulullohning qo'shnilari aziyat beradi, uyning oldiga axlat to'kib qo'yadi, tikanlarni chachatdi, beshiga hayvonlarningki ishga a'zolarini atib qo'ygan ayollar bor, shunami? Mening eng hayron qolganim desam, Rasululloh mushu haqda faqat shikoyat qilmagan. Sizlar mayli payg'ambarning hayotini o'qisa, payg'ambar bir kun qo'yib, Abu Jahl men ana qildi, Abu Lahab mana qildi, Ummu Jamil mana qildi, shikoyat qilmagan. Hatto men sizlarga deb turay, mush Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan Oysha onamiz
Ya Rasulullah sizning bashlarga kelgan eng ig'ir kun qaysi deb so'ramagan bo'lsa, biz Rasulullohning bashlarga kelgan eng ig'ir ishning nimaligini uqolmaydik. Nima uchun Rasululloh demagan? Meni beshim onda kun keldi, biz hozir deb ketib bo'lam, onda o'qigan biz manda qildik, seni bexpoch aniq qildik. Talibanlar oldiga kelsa biz degan manda o'qiganki, uxlamay o'qiydik, kunlik 10 soat o'qiydik, qattiqlarni jaqib o'qiydik deb biz deb ketibmiz hamda. Rasululloh hayotida beshiga kelgan kulfatlarni bir odamga shikoyat qilib demagan. Mushu Uhud urushida Hamza radhiyallohu anhu Rasulullohni eng qo'llagan, islomga eng zo'r kuch qotgan tog'asi Hamza radhiyallohu o'lib ketgan vaqtda Rasululloh hayotida shu vaqtda ovozini chiqarib yig'lagan deydi. Shuni ola Oysha onamiz Rasulullohdan ey Allohning payg'ambari sening beshingdan ma kundimi yomon bir kun o'tganmi deb so'raganda Rasululloh o'tgan. Oshman Taibqa yani Xadicha onamiz payg'ambarlikning 10-yillari Xadicha onamiz va Abu Talib payg'ambarning eng ikki ma'naviy va moddiy yo'lanchiki bo'lgan ikki kishi tuyab ketgan ekan. Rasululloh Taibga chiqqan. Taib chiqqan ekan, Taibdan Rasulullohni qattiq haqorat bilan qo'g'lab atgan. Rasululloh degan mana mush kun men eng beshimga ig'ir kelgan kun deb Oysha onamiz so'ragan ekan degan. Rasululloh bo'lmasa shu qat'iy beshiga kelgan ishlardan shikoyat qilib bo'lmagan. Men mush nuqtani yani birinchisi shikoyat qilmagan, ikkinchisi parvo qilmay o'zining yo'lini davomlashtirib davomliq olgan. Ashunda qo'g'ilib turibmi, yana u xalqdan shikoyat qilmaydi ana. Allohumma inni ashku da'fa quwwati va hawani 'alan nas. Ey Alloh mening ojiz, men ojiz mening qo'limdan ish kamligimdan bo'ldi. Men e'tiborsizlashtirdim. Shunama lakal utba hatta tarda. Ey Alloh, sen rozi bo'lishlik men sen yo'linaman. Yani meni tashlab qo'ymagan, o'qigan agar sanman, sallam meningdan xafa bo'lmasang, men hargiz bu ishdan norozi emas deb mas'uliyatni o'ziga otib, demak, yani Rasulullohninki biz eng musibatga muomala qilgan yerlardan birisi shikoyat qilmaslik, oldi qarab menish. Qat'iy shikoyat qilmaydi. Va uningga e'tiborim bermaydi. Bu biz o'rganish tegishlik musibatdan shu eng muhim nuqta deb qarayman. Sendildan men g'azab bo'lmasa parvoyim panak. Xo'sh, endi Rasululloh musibatga uchirgan kishilarga o'ziga bunday muomala qiladi, o'ziga uchirganlar qanday nimalarga. Endi shu musibatlar bo'lgan shu kishilarga qanday muomala qiladi? Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musibatga uchirgan kishilarga oldi bilan shularga nihoyatda hissdoshlik qiladi. Va ularga igi chiqatdi, ularga ko'ngil biladi, ularning yig'isiga yig'laydi, g'amkin bo'lsa, Rasulullohga g'amkin bo'lib shularga bir yaqinligini bildiradi. Masalan, Ja'far radhiyallohu anhu bir qatimliq Rum bilan bo'lgan urushda shahid bo'lib ketib qoldi. Shahid bo'lib ketgandan keyin bu shahid o'tganlik xabari Rasulullohga vahiy orqali yetdi. Yetgandan keyin payg'ambar alayhisalom shu yerda hozir palani shahid bo'ldi, hozir pustani shahid bo'ldi, hozir bayroqni Ja'far oldi. Ja'far bir shahid bo'ldi deb turib shundan jamoatni boshlab Ja'far radhiyallohu anhu uyiga bordi. Asma onamizning qashig'i bordi. Asma bint Umays. Qashig berib assalomu alaykum deb uyga kirib, shundan Ja'far radhiyallohu anhu bolalarini Rasululloh quchoqlab, purab, ko'zlaridan taram-taram yosh chiqdi demdi. Chiqatgandan keyin shundan Ja'far radhiyallohu anhu ayoli Asma bint Umays radhiyallohu anhu ya Rasululloh Ja'far to'g'riliq bir xabar kelib qoldi, bu nima bo'ldi degan keyin xabar keldi, Ja'far shahid bo'lib ketdi. Degandan keyin u ayol ya Alloh, voy mening bolalarim ushshaqdi, endi qanday qilamiz deb yig'lashga boshlaydi. Yig'lashga boshlagandan keyin shuna payg'ambar alayhisalom yig'lamanglar. Bu haq yo'lda shahid bo'lib ketdi, yig'lamanglar deb ash bollarni, kichik bollarni deydi, oni bizni yig'di deydi. Ja'far radhiyallohu 4-5 bolasini yig'ib, biz xuddi amni tuxumdan chiqqan chuchudek biz mushta juduq deydi. Rasululloh o'shadan satarashni qilinadi deb satarashni chaqirib, beshlarini tushirib, Ja'far tamoq etal deb jamoatga tamoq etkizib, bolalarga tamoq yegizib, qanday ekan Asma radhiyallohu anha endi bu qandoqmi qilamiz? Bu bola ushaq bo'lsa, bizim beshim musobat kelgan joyda Rasululloh nim dedi. Al-aylata takhafina alayhim.
mush ballarning osh qilishdan, yalang'och qilishdan qo'rqamsiz. Men bu ballarga bu dunyoda oxiratda egisiman, ikki dunyolik balni egisiman deb Rasululloh shu ballarning egis bo'lganligini, bu ballarning yetim qolmaydiganligini, bu ballarning egisiz qolmaydiganligini shu yerda ifodalagan. Buni nimani ko'rib olamiz desa, Rasululloh ya'ni musibat egillarga egi chiqatdi. Tashlab qo'ymaydi. Yurikiga, bag'riga bosatdi. Ularning eng ansirgan, ya'ni kichik bolalar, yetim bolalar qanday qilsin, men egisiman deb maydisi ko'rib, mundaq egi chiqqan. Shuning bilan birga masalan ya'ni dedik Rasululloh g'am egillar bilan tan g'amnak bo'ladi dedi. Rasulullah'ninki qizi Zeynep anamızninki bir oğlu qattiq bir kesel olab ketdi da. Bir balası kesel olab ketdi. Şunun bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishiga adam avatdi. Mening o'g'lim qattiq og'ir musibat bo'lib qoldi. Rasululloh darhol kasobdi ekan. Degan Peygamber alayhisalom bir aldirash, muhim davlat ishlari, da'vat ishlaridan aldirashganda dedi: inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Baginam Allah'ning, og'inim Allah'ning, hamma odamning belgilab qo'ygan bir ajr va sabr qilsin va ajrni Allohdan kutsin. Meni salom yetkazinglar deb qo'yibdi. Qizi dedi, Allah bilan men Allah haqida o'tnib qolay, Payg'ambar alayhisalom bir kasobdi ekan deb. O'shan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Ubada, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu, Zayd ibn Sabit bilan birga bordi. O'shan bas berib balni qo'liga oldi Payg'ambar alayhisalom. Qarsa bu bala sakrat tushib qolgan. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalomning ko'zlaridan taram yosh chiqib ketdi. Yig'lab ketdi Payg'ambar alayhisalom. Sahobalar hayron qoldi hamda. Bu asli xuddi yig'ilganlik qiliqi, Allohning taqdiriga norozi bo'lgandek menda bir ish deb tushunib qoldi ular. O'shandan keyin Payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, bu nima ish? Siz bu yig'layotliq degan keyin, "Ma yig'a Allohning mu'minning qalbida qilgan bir marhamat." Bu bir marhamat. Ya'ni bu yerda biz nima tushunimizsa, ya'ni Rasululloh musibat egillarining musibatiga yig'laydi. G'amkin bo'lsa g'amkin bo'ladi. Ya'ni masalan bir qo'shnimizningki beshiq musibat kelsa, biz xuddi yangi kiyimlarimizni kiyib, uylarimizda qo'shol xo'ram kulib qilib kelsak, to'g'ri emas demakchi. Bu yerda ugundig'imiz. Masalan bir odamning beshiq musibat kelsa, bizmi o'xshash uning bilan. Ya'ni sening musibating mening musibatim, sening tugab ketgan onang mening onam, sening beshing kelgan baloyat mening beshim kelgan deb uning bir hisdoshlik bildirish pek muhimchu. Bizning ashuna ishlarni jiq ko'ramiz. Masalan, men hozirgi esim chiqmaydi. Burun bir Qashqarga berib qoldik. Qashqarga bir o'g'lining mashinasini suq etib o'lib qolibdi. Qo'shnisi shu kun to'y qilib, biz oyda musibatda qo'shnisi naqsh muzikada hamda. Ashuna bir ishni ko'rgan. Demek bu Rasululloh ashana qiliqi g'amiga g'am, dardiga dard bo'ladi. Oxirida Rasululloh dedi, bu Allohning mu'minning qalbida qolgan bir marhamat qilmaganlar marhamat qilinmaydi dedi. Xo'sh. Ya'ni sen insonlarga marhamat qilsang, ko'ymisang, mehribonlik qilsang, Alloh senga mehribonlik qilmaydi dedi. Shuningdek Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga buni sabr qilishni o'rgatdi. Endi hammamiz bilamiz, bu dunyoda musibat chuqur bo'lgan ekan, biz sabr qilishimiz kerak. Ya'ni sabr qilishimiz degan gap jim tu degan gap emas. Ya'ni bu ish mening beshim kapto. Endi mush ishni men qanday to'g'ri usulda hal qilib, ya'ni shu kelgan musibatga to'g'ri inkas qaytganlikni sabr deyiladi. Xo'sh. Ya'ni bu sabr degan nima esa, beshimizga kelgan har qanday baloy musibatga to'g'ri inkas qaytarish. Mesela şunun Peygamber Aleyhisselam şu qatadan şu sabr qilish degandan keyin tunji qadamda bo'ldi. Ya'ni dastlabki qadamda bo'lgan gap. Bulduğunu bulup amal yo'q chaqda men sabr qildim emas. Aş beshinga tunji qatım aş hech kim o'zini tuta olmaydigan, o'zini yo'qitib qo'ydigan vaqtda sen o'zingni yo'qitib qo'ymay, tamkinlik bilan, so'qqonlik bilan tura olsang bu sabr degan. Shunga bir Peygamber Aleyhisselam bir kunsa balası tugab ketgan bir ayol balasining qabrisini yig'lab o'ltirganda, Peygamber Aleyhisselam sabr qiling debdi. Ayol Peygamber Aleyhisselamni ko'maylar.
Vay sen man jiraqto, sen 5 gün kep baxmagan, mana jiraqto deb silkib etdimdi. İnşallah Resulullah ketdi. Kin ma ayal başqalar dedi, "Voy ma payg'ambar mushundaq bu sizni gap qilgan" debdi. "Voy tov Xudoyim" deb payg'ambar alayhisolamning uyiga kelib, "Ya Rasulullah, men uxmatma" debdi. Haqiqiy sabr degan ash. Inna sadmatul ula. Bizga musibat kelgan tunji daqiqalarda sabr qilasizmi? Ma sabr bo'ldi. O qildiganni qilib bo'lib, hammani aytib bo'ladi, men sabr qilay degan o sabr emas. Deb mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muhindaq o'rgatdimdi. Ya'ni sabrninki tunji qadamda beshimiz ish kelgan vaqtida o'zimizni tutib olishning muhimligi. Shundaqla Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mushu sabri balay ofatninki beshimiz kelgan kulfatninki agar sabr qilib buningga bir to'g'ri inkosda bo'lsak, buning ajrining faqat jannat bo'lganligi bilan bishorat beradi. Xo'sh. Masalan, Rasululloh dastlabda shu islomni da'vat qilgan vaqtida ba'zi igijoqsiz, kuchsiz, ojiz kishilar Rasulullohga iymon etdi. Shu qatordan Yasir oilasi hamdi. Yasir oilasi. Endi bu Yasir oilasi qattiq zolimlar tarafidan faqat shu Robbim Alloh deganlik uchun ya'ni jazolandi. Xuddi hozir bizning Sharq Turkistonga o'xshash. Boshqa gunohimiz yo'q. Robbimiz Alloh deganlik. Bu chaqda payg'ambar alayhisalom bularga nima dedi? Sabr qilinglar. Bordigan joyinglar jannat. Sabran ali Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Bu men deyman, shu beshimiz kun kelgan har bir millatga qilingan, har bir shaxsga qilingan eng yaxshi bishoratimdi. Agar shundaq, ya'ni qulimiz uni bir qulimizdan kelmaydigan bir musibat kelibdi. Masalan, shu vaqtida ya Rasulullohning qutqizish quldan kelmaydi. Xo'sh. Ya Ammar oilasi, Yasir oilasining o'zini qutqizish quldan kelmaydi. Qanday qilish kerak bu vaqtida? Sabran ali Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Sabr qilinglar, buning chuqum natijasi jannat bo'ladi. Men mana shunday bir narsa qistirib qo'ygim keldi. Masalan, hozir bizning Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlarining quliga beshiga shuna ig'ir musibat keldi. Nurg'unlarimiz azoblandik. Hamda ba'zilarimiz shu ota-onasini solab qo'ysa yoki solmay qo'ysa, jimmidi yetib olib ash ota-onama bir narsa kelib qolarmi deb, solab qo'yganlari texim uni qilarmi deb qo'rqib yetib olganlar uchun. Endi meningmi taxminan 50 ga yaqin tuqqanlarim solaqda. Tamam. Men nima dedim? Sizlar ashlag'ash, xuddi Rasululloh degandek men dedim, sabr qilinglar, buning natijasi jannat deb parvo qilmay bu zulm qarshi maydonga chiqdik. Men boshqa qarindoshlarim shunday deyman. O kafirlardan, zalimlardan insof, marhamat tilab, bu zalimi qarshi turmay, tug'anliq, ya'ni o'limga navbat saqlab tug'anliq. Chunki zalimda marhamat yo'q, zalimda insof yo'q. U fursat topsa, quldan kelsa, ne bizga, ne o'zining yaqinlariga marhamat qilmaydi. Shuna bu masalan Mavjushi o'zining eng yaqinlarini o'ltirgandek, Mavxutday. Shunama Stalin degan zolimni o'zining eng yaqin odamlarini o'ltirgandek. Bu kommunistlarning tabiati, bular qonxo'r. Bular xuddi parazit qurutdak, shu boshqalarningki baxsh soatini barbod qilish bilan, boshqalarni o'ltirishdan hayot yashaydigan insonlar. Shuning uchun tuqqanlarga mana kelsa, biz nima deb tasalli etishimiz kerak? Rasululloh dedi, sabr qilinglar, bordigan joyda. Men shunday deyman tuqqanlarimizga, yaqinlarimizga, musibatlarga, to'g'rilarga musibat keldi. Yomoni kelsa o'ludi. Yomoni kelsa o'ludi. Men shuning 100 ishini ve bütün dünya Müslümanlarına muşun çakırma. Kıyamet günüsü ba, haq gün bu. Biz gündü Malik yevminde sürüp atadı okan Malik yevminden şu gün ba, hesap günü ba. Vallahi billahi aş Allah subhanahu ve taala kıyamet günüsü bulağı çokum ecir verirdi. Çünkü bulağı zulüm uçurgan bir insanlar. Şuna ecrini verip şula bir Allah'ın mukafatının tuncu kademini köge vaxtıda bütün muş dünyada çekken balayı afatın hemmesini unutuydu. Ben şunun mağminin Allah'a iman etken kişiler deydiğen gibi mağm. Allah'a iman etsenler muşnun işini alır. Hadiste ba, muş dünyada en cepat atkan bir Müslümanı,
bir musulmonning qiyomat kunsi beshini shundoq jannatning darvozasiga shundoq kirdirib beshini tortib etib sen dunyoda nima ko'rgansan men dunyoda ajoyib podshadek yashagan dedi iliq baxt saodatni ko'rib butun dunyodagi ko'ngilni uni dedi mush dunyoda eng baxtli yashagan bir kofirni do'zaxga beshini bir tiqib dunyoda qanday yashagansa men dunyoda ajoyib baxtsiz unutdi dedi butun yashagan xo'shallikni unutdi dedi bu payg'ambarning hadisi shuning uchun vatandagilarga vatan inshaalloh ular biz Uyg'ur xalqi musulmon bo'lganlikdan Uyg'ur xalqi o'zining kimligini o'zining dinini o'zining vatanida chin tug'anlikdan kofirlar shuning uchun jazolayapti xo'sh shuning uchun mush so'z sabba abshuru ali yasir xush bishorat elanglar oxirsi boradigan joying jannatda biz vatandagilarga shundaymiz inshaalloh xo'sh endi shu yuqoridan biroz so'zladik musibatninki ajri so'zlandi qandoq muomala qilishi rasulullohning qandoq muomala qilganligi so'zlandi ham shu nima uchun shunday sinoqlar eng boshda so'zlab o'tdi biroz imtihon dunyosi ekanligini shuni biroz ochsak ya'ni dunyoda nima uchun sinalamiz bu sinoqlar nima uchun yani endi biz deb keldik Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni imtihon dunyosi qildi oxiratni jazo mukofot dunyosi qildi dedik buni bilganlar musibat uchun ancha qayg'urib ketmaslik kerak xo'shallik uchun ancha yayrab ketmaslik kerak chunki ikkilisi vaqtliq musibat bo'lsin vaqtliq xo'shallik bo'lsinchi vaqtliq hamda Alloh subhanahu va taolo bu dunyoning musibatlarini oxiratning mukofotining sababi qildi oxiratning mukofotini bu dunyoning musibatlarining o'rnini to'ldirib turadigan qildi ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizni nima uchun imtihon qildi degan chaqda imtihona bizdan sinoq bizga berilgan sinoq chunki sizlar bir normalda bir odamni ishiltiman deb bir mashu studiyada bir xizmatchini oldi ekansizlar azbaz sinab boqamsa ya kim u kelar ishlar deb azbaz sinaydi shundaymi bir xizmatchi qilish uchun Alloh subhanahu va taolo insonningki ko'zi ko'rib boqmagan qulqi anglab boqmagan hatto qalbida tasavvur qilish mumkin bo'lmagan jannatni yaratdi jannat degan bir dunyoni yaratdi endi bu jannatni yaratib endi bu mushundoq jannatning qadr bo'lish kerak endi xo'sh qadr bo'lish uchun shuni insonlarni yaratib insonlarga erkinlik berib insonlarni sinadi ham bu sinoqning bo'lishi bek muhim chunki sinoq bo'lmaydi ekan biz hatto o'zimizni bilmaymiz o'zimizning kim ekanligini bilmaymiz o'zimizni va o'zgini bilmaymiz tamam sinoq kelgandan keyin mana qarab baqsizlar bizning nurg'un voy andoq esladam mandaq esladam deganlar biz o'ylagandek chiqmay qoldi biz ko'zga ilmaydigan biz xalq tunimaydigan xalqning ichida hech kim bir nim qilmaydigan odamlar qanday bo'lib chiqdi haqiqiy dindor haqiqiy vatan suydigan haqiqiy millat suydigan haqiqiy Alloh rizoligini suydigan insonlar bo'lib chiqdi vatanda Mazina xonum imom xonum maznamni chaqirgan ahvollar hozir ko'rilyapti nurg'un odamlar tuqqanlarini tashlayapti tuqqmasdan chatalda nurg'un chataldagilar tuqqanlarga igi chiqmayapti rost ya'ni uning tuqqanlarining davosini qilmasligi tuqqanlar uchun guvohlik bermasligi tuqqanlar uchun quldan kelishni namoyish quldan kelishcha bir harakat qilmasligi tuqqanlikdan voz kechganlik u xo'sh ya'ni bu musibatlar qanday qildi bo'lsa bizni mushundoq tavlab yaxshi bilan yomonni orib shuning Qur'oni Karimdami liyamizalloh xabisa minat tayyib yaxshi bilan yomonni orish uchun chuqur bir imtihon bo'lish kerak endi bu imtihonga cho'ng kichiklik qarta bizga asli shu imtihondan natija kelib chiqadi imtihoni tas bo'lsa uning ajr savobimcha katta bo'ladi shuning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam inna izamil jaza ma'izamil bala deydi mukofotning katta bo'lishi
Bala qazaning cho'ng bo'lishi bilan bo'ldi dedi. San kelgan bala qaza imtihon qancha cho'ng bo'lsa, san beriladigan mukofot shunda cho'ng bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bir odamni, bir qavmni yaxshi ko'rsa imtihon qildi dedi. Yaxshi ko'rsa imtihon qildim degan gap. Ya'ni sizga Harvarddan bakalam chaqiriq kelib qolmaydi. Harvarddan chaqiriq kelsa, o'sha imtihon berib maktabda o'qi desa, yana siz alayda deb hisoblanadi. Allah subhanahu va taolo deydi, "Ay yaxshi ko'rgan odamni Alloh imtihon qilib boqadi." Chunki arzimda Şu seleflerimiz musibat kelmagan inson, hech bir hatto yillab og'rib qolmaydigan inson o'zini ansirish kerak debchi. Ya bunun bir qissa bor, bir sahabining qizi birisi bilan to'y qildi. To'y qilib 1 yildan keyin dadasining qashig'iga kelib, "Dada, meni edamiga bermayotgansa, shaytonga berayotgansa." Oy qizim nimda shunday axloq bo'lsa, 1 yil oldi, bir haqiqatan bir eshakdimi yiqib tushmadi. Ya og'rib boqmadi, men qo'rqdim, bu imtihon qilindi bu. Sahabalar bir 40 kun qilinmasa, 40 kun beshiga bir sinoq kelmasa, o'zida ansiraydi ekan. Chunki bu sinoq bizni tavlaydi. Hatto sinoq bizni pushuradi. Bizni ya'ni xuddi tumini pulatga aylantirish uchun o'tqa selib tavlagandaklan bir gap. Xo'sh. Allah subhanahu wa ta'ala imtihon qilib, imtihonni shunga bir gap bor-ku, Batur maydonda sina, Baturni maydonda sina, qo'mondan maydondan chiqdi degan gap bor-ku. Mushunda bo'lish orqali biz sinilimiz, rostchilar bilan yolg'onchilar ayriladigan gap. Haqiqiy Allohni so'yadigan bilan qo'saq baqish uchun dindor bo'lganlar. Ya'ni biz sinilimiz. Shu chuqum shunda bo'lish kerak. Bu sınalmağanlıqның öz asli bir bala. Çünkü bu dünyanın xarakteri imtihan dünyası. Bu bek muhim hem de. İkincisi hem de Allah subhanahu wa ta'ala bu imtihan mı hem de bir ölümalarının da 3 xilga aragançu. Bir xil imtihanı var. Sizlar xatalışıp qalsılar, sizlar yandırılgan qızıl çırak. Sizlar yandırılgan qızıl çırak oldu bu. To'xtadim. To'xta deb. Masalan, mashinani haydab ketib qolsalar, mashinada bir qizil chiroq yenib qoldi, yenib qolmamdi. Motorning bir chiroq yenib qoldi. Voy, bir chiroq yenib qoldi deb, shu chiroqning nima uchun yenib qolganligini bilginimiz aqlliqlarimiz. Voy, mashinada bir chiroq yenib qoldi, ajab yaxshi bir chiroq yenib qoldi deb, a chiroqning yenib qolganini bilmaganlar galvonlamdi. Ya'ni o ogohlantirish chiroqi, meyada masala va darhol o'zini o'ngishib ol. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer. Sizlarga yetgan har qanday musibat o'zingizning qilmish sababli bo'ldi deydi. Ya'ni alhamdulillah biz asli xatolashib, ya'ni men Uyg'ur millati kafaratda o'ylab baqsizlar, biz hozir mana mush ish beshimizga kelibdi. Hammamiz o'zimizning necha yil g'aflatda yashaganligimiz. Shu yeb, ichib, ay 4 putuqdan azroqlan farqimiz qolib ketganda, ya bizda bir alqin keraklik bir mahoratli odamlarning ozligini his qilyapmiz. Bilim, kitob o'qish, bizda yelaydigan, ichalaydigan odam shuncha bo'lajak hamda. Abduqodir akamning gapi bor, yeysa, ichsa, ganda ishlab chiqarsa deb. Rost gapchimi shu? O'ylab baqsizlar, biz chet elda o'qiyotgan 40 yil bo'ldi, qani bu o'qiganlar. Biz dinni o'qiyotimiz, qani bu o'qiyotganlar degim keldi meningki. Qani bu millatni davo qilgan, biz davomliq voy bizda nima yo'q, u yo'q, bu yo'q deb qaqshamiz. Yo'q bo'lishi biz tugishib biriga berib qolgan. O'ylab baqsa, xalqning xalqaroliq yozuvchilari bo'l ekan, xalqning xalqaroliq siyosatchilari bo'l ekan, xalqning xalqaroliq olimlari bo'l ekan. Bizda-chu ba'amda, lekin bek oz. Yani biz o'ylab baqsa, biz 40 milyon, 35 milyon deb davo qilamiz. Qani bu millatning kerak qiladigan odamlar qani desa, alhamdulillah Allah bizni mush balani berib o'g'atdi-chimi bizni. Hamda yaxshi o'qisak bo'ladi, hamda adam bo'lsak bo'ladi, hamda dushimizni tonisak bo'ladi, hamda kimligimizni tonisak bo'ladi, hamda dinimizni qaytsak bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mushni imtihon qildi. Imtihon qilmagan qanday odamni, imtihon qilmagan odam qanday odam desizlar? Imtihon qilmagan odam o'limga hukm qilinib, doktorlar ben turma yetib baqqan, atadigan odamni oqshimiz kirib saqchi so'raydi. "Ati, nima yeysan qipirmiz" deb. Bu imtihon qilmagan odam ashunga o'xshaydi. Chunki o'limga mahkum, yival, ishchival qilib ol. Imtihon bo'lishini xohlamlar, ya ani qilib. Tamam? Shu imtihon qilinganimiz, ya'ni bizningki davolanganligimiz. Albatta. Nima? Shuningga bu imtihon nimaga o'xshaydi desa, achchiq doriga o'xshaydi.
o'zlarininki bola sulab qolsa, eng yaxshi ko'radigan odamga ochiq darini ishkizamlar kesal bo'lsa. Ishkizmiz shundami? İmtihan, shuni Alloh bir qavmni yaxshi ko'rsa imtihon qildi degan gap shu. İmtihan degan dara davolaydigan. Eng yaxshi ko'rgan odamga ishkizimiz, ba'zan da eng yaxshi ko'rgan odamning qo'sqini yerib parchalaymiz. Nima uchun? Davolash uchun. Shundaydi. Faman radiya falahu rida. Bu Allah'ın imtihanıga razı bo'lganlardan Allah razı bo'ladi. Allah'ın imtihanıga naqayil bo'lganlardan Allah g'azab qiladi deydi. Shuning uchun bu imtihana anadan keyin shu imtihanining bo'lishi abiya degan to'q bizdagi kamchilik bo'lgan imtihon bo'ldi dedik ya. Payg'ambar alayhisalom nima deydi desa, "İza aradallohu bi abdihil khayra ajjala lahul uquba fid dunya" dedi. Allah subhanahu wa ta'ala bandasini yaxshi ko'rsa, u banda o'tkazgan xatolikning jazosini mush dunyoda ham tugatadi deydi. Qiyomatga qoldirib qo'ymay. Hatto badnimizga putumimiz kirib ketgan bir tikanmi? Hatto shavka yushakuha deydi. Hatto putu kirgan tikanmi uningga bir ajr berib, shumi bizning xatoligimizning badalini to'lagan bo'lamiz endi. Shuning uchun nima deydi? Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, uning jazosini mush dunyoda tugatadi. Agar Alloh shu bandani yaxshi ko'rmagan bo'lsa, uning gunohi bilan tashlab qo'ydi, qiyomat kunida to'liq hisobini oldi deydi. Nima? Shuning uchun bu imtihan agar to'g'ri tushunsak, bizni uyg'otadigan imtihan, bizni tavlaydigan imtihan, bizni g'aflatdan qutqizadigan imtihan va bizning kimning do'st, kimning dushman, kimning rostchil, kimning yolg'onchi ayirib olgan imtihan. Imtihan to'g'ri tushunsak ne'mat. Qanday odam imtihon qilmaydi bo'lsa, oliy maktabda o'qimaydigan, hech qanday qilmaydi, hech kim imtihon olmaydi. Oliy maktabda o'qiyman degan odamda imtihon oladi. Shuning uchun bu imtihon biz uchun nihoyatda bak muhim. Masalan, shuning anidan keyin mana shu imtihon qilinganlar tushunish kerak. Bu imtihon qilayotgan zot ajoyib adil zot. Bizni imtihon qilayotgan, bizga balay musibat berayotgan Alloh adil. Ikkinchisi, hammani bilguchi zot. Bizning vatanda bo'layotgan hozir biz tatva hammasini Alloh biladi. Buni Alloh biladi, har kim bilmaydigan ish yo'q. Bu ishda bir hikmat bor, bir ishlar bor. Buni bilishimiz kerak. Anadan keyin Umar roziyallohu anhu bir gapi bor-ku. Law kushifal qadar deydi. Agar bir insonning beshiga, hozir masalan Turkistonning hozir beshimiz mush ahvol keldi shundami? Alloh subhanahu va taolo lavhil mahfuzdagi taqdir putilgan daftarni, kitobni ochib, Turkiston xalqiga hozirgi ahvolni ko'rsatdi deydi. Hozirgi ahvolimizdan boshqasini tanlamaydik. Tanlamaydi deydi. Chunki agar ma ish bo'lmasa, nim bo'lganligini biz bilmaymiz-ku. Balki ichivetilsa bilamiz. Ichivetilsa bilamiz. Shunga agar ashni ko'rsatib qo'ysa, inson shu hozir holatini tanlagan bo'ladi deydi. Nima ish qildi dedi hozir. Men da bir nurg'un narsani o'ylab qolaman. Mush imtihon bo'lmagan bo'lsa, g'aflat, haqiqatan g'aflatda yashab ketgan shaxsan men. O'ylab baqsa, bir davlat degan narsani jihmi o'ylabmi ketmaydik. Xitoy bo'z ketmasa, solab qo'ymasa, menda pul tepib yaxshi yashab, mushta o'ylagan biz ayna. Hammamiz ashta o'ylagan. Endi hozir bayroqimizni ko'taradigan bo'ldik. Hozir dinimiz deb to'laydigan bo'ldik. Hozir davlat Sharq Turkiston erkinlik, Xitoy kommunistning bizning tarixiy dushmanimiz ekanligi, ularning bizga rahim qilmaydiganligi, ulardan qutulmay turib bizning beshimizga musibat ketmaydiganligi, bizningki bu ikki dunyolik baxt saodatimiz mush kommunistlarni beshimizdan neri ishlatmay turib vujud chiqmaydiganligini tushundik. Bu imtihon bizga keldi. Shuning uchun oxirgi so'zim, bütün beshiga musibat kelganlar musibatdan qutulishni o'ylamay, musibatga qandoq javob berishni, qandoq pozitsiyada bo'lishni, qandoq inkosda bo'lishni o'ylash kerak. Qutulish o'ylamasan. Qandoq inkosda bo'lsa, mana bu imtihon. Qandoq pozitsiyada bo'lsa, qandoq inkos qaytarsa, bu kelgan musibatga bu muhim. Qandoq beshi musibat kelibdi. Ahillarimiz qanday inkos qaytaryotdi? Baylarimiz qanday inkos qaytaryotdi? Shunami? Ziyolilarimiz qanday inkos qaytaryotdi?
Ma millatning shirdak o'g'lonlari, qizlari ma beshimizga musibat qanday inkas qaytaradi bu muhim. Har bir odam buni o'ylash kerak. Bu imtihondagi eng muhim. Qutlush muhim emas. Lekin shuning bo'lgan pozitsiya maydon va inkas qaytarish shu ham muhim. Xo'sh. Endi shu ig'ir musibat kelguchi beshiga ig'ir musibat kelganlar o'limni orzu qilsa to'g'ri bo'lamdi degan bir mavzu bor. Hatto men bir 2 kun burun shu bir suhbat vatandagi bir torbatninki shu bir munozara betida qaynasha yo'llab qo'yibdi unarsini adir vatandami shu to'la hatto o'zini o'ldirib oldigan shu musibat hozir bo'layotgan ishlar sababidan bizning maldan falan o'tgan mancha odam o'zini o'ldirib oldi falan malda unda oldi hozir masalan ma'lum mezgillarda ko'payib qolyapti bu degandek ashuna ushurlar bor sahifani avatib qo'yibdim vatanning torbatini endi shu bu masalaga hamda orzu qilish masalasi. Yo'q. O'ldirilishga bo'lmaydiganligi aniq. Bu menda asli shu. Agar shunchalik biz musulmonlar asli zulmni qarashtirishga buyurilgan. Man qutila duna mali fa huwa shahid va man qutila duna irdihi fa huwa shahid. O'zining mol-mulkini qo'g'dab, o'zining qadr-qimmati, shon-sharafini qo'g'dab o'lgan odam shahid degan. Asli qarashtirishimiz kerak. Nima deb o'ylab olsa? Qarashtirib o'lsang shahid. Ama onun chidamay o'lsang-chi, o'zini o'ltirib olgan bo'ldi. Asli bu, ya'ni bir odam o'limi girdobig'iga zodi men chidamasa, qarshi turish kerak. Hech bo'lmasa, shundami birasining ko'zini be chiqirib o'tib bo'lsa-ma, bo'lsa bir nachini o'tirib qarshi turish kerak agar zolim bo'lsa. Bo'yliqi o'zini o'ltirilish yo'q, qarshi turib o'lish kerak. O chaqda o'zini o'ltirib olgan bo'lmaydi. Balki shahid bo'ldi. Ama berdilam igiz binadan pokut uzun tashlab olib, yoki voy men ey Alloh jinimni ep kessang, men chidimidan bu dunyodan kessam deyish bu xato. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam dedi: "La yatamanna ahadukumul maut li durrin asabahu" dedi. Sizlarning bir sana bir kelgan balay musibat sabablik o'limni orzu qilmasin dedi. O'limni orzu qilmasin. O'lib kessam, bu dunyodan kessam, mendan qutulsanglar demisin. Ama faqat beshiga kelgan ig'ir musibat zodi bir amalsiz qolgan vaqtida nima desin Alloh. Men shunday ish. Dunyo oxiratligim qilsa, dunyo qarimga endi duo qilib, o'lish qo'rqish qilmaydi. Chunki bu odam hayotni qadashak. Va bu hayot uchun biz shu dunyo uchun yo'qlish uchun dunyoda adil uzun bo'lishun zindalan yerda qalb olib shu osmaydi. Hoş geldin Ahmet. Harika oldu. Hangi sual? وسلم ذا سعادة ولم يزيد